klinikaga 1 oydan oshib qoldi murojaat qilganimga. 30-40% oq dog'lar mavjud edi. Hozir ancha kamaygan, birinchi kursdan keyin. 10 kunlik muolajadan keyin yaxshi o'zgarish bo'ldi. Ancha o'zini terisiga qaytib yaxshilandi. Uyda vrach aytganday tabletkalar yozib berdi, hammasini ichdim. Zagarga ham yotishimni aytdi, hammasini qildim. Xudo xolasa natijalar yaxshi. Mayda hollar tushib, asosan kengaydi. Birinchi kursda o'zida 10% dan oshiqroq yopildi. Klinikaga kelishdan oldin ko'p joyga borganman, xususan o'zimizda tabiblarga borganman. Foydasi bo'lganda uncha effekti yo'q edi. Keyin yana davom etgan, oq dog' chiqishdi. Ozgina yo'qolib, yana keyin davom etgan. Klinikani asosan Instagramdan ko'rdim. Instagramdan ko'rib, bilib keldim. Albatta tavsiya qildim. Ko'pchilikka tavsiya qildim. Bu sabab ko'rgan odam so'radi mendan, qayerda davolayapsiz, nima qilyapsiz deb. Albatta hammaga tavsiya qilaman, kelinglar.